Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va abituriyentlar. 2026-yil 17-iyul tushgan majburiy matematika savollari yechimini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qo'shishni unutmang. Dastlab bizda birinchi misol. Ushbu ifodani hisoblang deb so'ralmoqda. Buning uchun umum maxraj beramiz. Ya'ni 5 bilan 6 ketma-ket kelganligi uchun umum maxraj bular ko'paytmas. Ya'ni 5 kira 6 30 beradi. Demak, mana bunga 5 ga 6 dan 6 ga 5 dan bersak, 6 ayrilgan 5 natija 1 taqsim 30 ga tenglik kelib qolar ekan. Bu B javobda keltirilgan. Ikkinchi misolimizda x minus y 13 ga tengligidan 29 ta x minus 29 ta y teng. Demak, bu yerdan 29 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, x minus y hosil bo'ladi. 29 ko'paygan. X minus y ni qiymati 13 ga tengligidan 13 ga ko'paytirib qo'ysak, natija 377 ni berar ekan. Bu A javobda keltirilgan. Uchinchi misolimizda 5 ning kubi, bu bizga 125 ni, 3 ning kvadrati 9 ni, demak 8 ning kvadrati 64 ni beradigan bo'lsa, natijada 125 qo'shilgan 9 ayrilgan 64. Bu bizga 134 ayrilgan 64 ni bersa, natija 70 kelib qoladi. Bu C javobda berilgan. To'rtinchi misolda omborda deyapti 150 tonna kartoshka bor. Kartoshka har bir qopga 50 kg solib qoplandi. Ombordagi kartoshkani qoplash uchun necha qop kerak bo'ladi deb so'ralmoqda. Dastavval 150 tonnani kilogramga o'tkazib olsak, ya'ni buni 1000 ga ko'paytirib olamiz. Natijada 150 ming kilogram hosil bo'ladi. Endi 150 ming kilogramni 50 kilogramga bo'lsak, 3000 ta qop kerak bo'lar ekan. Bu B javobda berilgan. 5-misol. O'g'il 7 yoshda, ota 35 yoshda bo'lsa, necha yildan keyin, demak, o'g'ilning yoshi dadaning yoshidan 3 marta kichik bo'ladi deb so'ralmoqda. Endi bu yerda ikkoviga bir xil yoshni qo'shib olamiz. 35 qo'shilgan x. Endi o'g'il otadan 3 marta kichik bo'lganligi uchun, demak, o'g'ilni 3 ga ko'paytirsak, otaning yoshiga teng bo'ladi. Natijada 21 qo'shilgan 3x 35 plus x. 3x dan ayiraman x ni, demak 35 dan ayiramiz 21 dan. Endi bu yerda 2 ta x hosil bo'lar ekan. 14 ga teng. X topishni 14 ni 2 ga bo'lamiz. 7 yil. Ya'ni 7 yildan keyin ota o'g'lidan 3 marta katta bo'ladi. 6-misolga yetib keldik. 200 soni 1200 ning qanday qismini tashkil etadi deb so'ralmoqda. Buning uchun 200 sonimizni bo'lamiz 1200 ga. 200 ga bo'lib yuborsak surat maxrajni, natijada 1 taqsim 6 hosil bo'lar ekan. Bu javobda berilgan. Uchburchakli piramidaning barcha qada uzunliklari yig'indisini toping. Bunda piramidaning barcha qadalari uzunligi 3 cm dan bo'lsin deb so'ralmoqda. Ya'ni uchburchakli piramida chizadigan bo'lsak, demak, piramidaning qidalar soni, ya'ni qidalar biz uchun 2 formula bilan topiladi. Endi uchburchakli piramida bo'lganligi uchun 2 ni ko'paytiramiz. 3 ga, natijada 6 ta qirrasi bo'ladi. Endi har bitta qirda 3 cm dan bo'lsa, natija 18 cm ligiga kelar ekan. Bu C javobda berilgan. 8-misolga yetib keldik. Mevaning 3 dan 2 qismi sotilgan, ya'ni 300 kg meva qoldi. Jami qancha meva sotilgan deb so'ralmoqda. Demak, mevamiz 3 qismga bo'lib olsak, 3 dan 2 tasi demak sotilibdi. Shunda 300 kg meva qoldi. Demak, 3 dan 2 tasi sotilganligi uchun 300 ko'paytiramiz. 2 taga, ya'ni sotilganligi uchun jami 600 kg meva sotilgan. 9-misol. Teng yonli ABC uchburchakda. Demak, teng yonli uchburchak chizib olsak,
Demek mana bu A, S, mana bu B. Demek bu 9 ga yon tomonlari 6 dan bo'lsa, perimetrni toping deb so'ralmoqda. Perimetrni topish uchun 3 ta tomonni qo'shib chiqamiz. Natijada perimetrimiz 21 ga tenglik hosil bo'lar ekan. Bu D javobda berilgan. Va oxirgi 10-misolga yetib keldik. Quyidagi rasmda HG nurda hamda AB va CD parallel to'g'ri chiziqlar mos ravishda H va K nuqtalarida kesuvchi YF to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Agar AB HG ga perpendikulyar va GHF 30 gradusli burchak bo'lsa, bizdan X burchakning qiymatini toping deb so'ralmoqda. Endi mana bu 90 ekanligidan, mana bu burchagimiz 60 ga, ichki almashuvchi burchak ekanligidan bu ham 60 lik olib kelib chiqadi. Ya'ni bizda burchak SK Y bilan burchak, demak HKD burchaklar o'zaro teng. Sababi vertikal burchaklar. Demak, mana bu burchagimiz X bo'lsa, bu burchagimiz demak 60 ga teng ekan. Natijada X burchakning kattaligi bizda 60 gradusga kelib chiqadi. Bu D javobda berilgan.